Assalomu alaykum barchaga. Davomat nazorati dasturi kuzatuvchilari, bugun biz sizlar bilan sinflarimizga sinf rahbar biriktirish bo'yicha tanishib o'tamiz. Birinchi navbatda brauzer orqali saytga kirib olamiz. Mana bizga dasturimiz ishga tushdi. Demak, yo'nalishlar bo'limiga kirib olamiz. Bizga eslatma chiqaradi. Demak, 37 ta sinfda sinf rahbar tanlanmagan, iltimos sinf rahbarlarini tanlang deya eslatma chiqaradi. Yuqoridagi yacheykalardan filtrlarni to'g'rilab olamiz. Demak, lavozimlardan o'quvchilarni tanladim. Mana ko'rish tugmasini bosamiz. Mana sinf rahbar belgilanmagan, tanlanmagan deb turibdi. Sinf rahbar tayinlash uchun birinchi navbatda ro'yxat bo'limiga o'tib, demak, o'sha lavozimdan o'qituvchilarni tanlab, biz o'zimizga kerakli bo'lgan o'qituvchilarni biriktirishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun mana shu ro'yxatda ular shakllantirilgan bo'lishi kerak. Eng ahamiyatli joyi shu yerda o'qituvchilarimizga telefon raqam biriktirishimiz kerak bo'ladi. Telefon raqamlari bo'lmasa, biriktirishda muammolar kelib chiqishi mumkin bo'ladi. Demak, telefon raqamlarini biriktirib saqlash qilib olamiz. Demak, bitta telefon raqamdan 10 tagacha foydalanuvchi foydalanishi mumkin bo'ladi. Keyingi o'qituvchimizga ham telefon raqam biriktiramiz. Hop, saqlash tugmasini bosamiz. Mana telefon raqamlar paydo bo'ldi. O'qituvchilar yo'nalishlardan aniq fanlar metod birlashmasini tanlab ko'rishimiz mumkin. Yo'nalishlar bo'limiga qaytamiz. Demak, ko'rish tugmasini bosamiz hamda rahbar tayinlash tugmasiga o'tamiz. Demak, metod birlashmani tanlab o'qituvchimizni tanlaymiz. Ahmedov Navruz saqlash qilamiz. Demak, sinf rahbar degan joyda biz tanlagan o'qituvchi Navruz Ahmedov To'lqinovich chiqib turibdi. Yo'nalishlar bo'limiga qayta kirganda, demak, endi 37 ta emas, 36 tani ko'rsatyapti. Sinf rahbar tayinlanmagan sinflar sonini. Keyingi sinfimizga rahbar tayinlaymiz. Xuddi shu amalni qayta takrorlaymiz. Endi qarang, bitta o'qituvchini ikkita sinfga biriktirib bo'lmaydi. Tolib Xudorbekni tanlab saqlash qilamiz. Mana sinf rahbar sifatida ekranimizda namoyon bo'ldi. Demak, yana bittaga kamaydi. Agar olib tashlamoqchi bo'lsak, olib tashlash tugmasini bosamiz. Mana yo'nalishlar bo'limiga qaytganda tayinlanmagan degan statusda turibdi. O'qituvchiga biriktirilgan telefon raqami to'ppa-to'g'ri biriktirilgan bo'lishi haqida urg'u bermoqchiman, chunki o'sha o'qituvchi o'zini akkauntiga kirganda o'sha telefon raqam to'g'ri berilgan bo'lsa, sinf ma'lumotlari ham chiqib keladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Videomiz siz uchun foydali bo'ldi degan umiddamiz.